Bugun internet ham Allohning ne'mati sifatida foydalanish imkoni. Undan ko'p narsani olishimiz mumkin. Masalan, kerakli ma'lumotlarni olamiz. Dunyodagi do'stlar, og'ayni, ulamolar bilan fikr almashamiz. Bu boshqa narsa, u katta ne'mat. Bundan unumli foydalanish. Ammo lekin bunda ikkinchi bir tomoni bor. Bu balo, ofat. Fahsh ko'payib ketdi. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Yoshlarimizga shu narsani ta'lim berib aytamizki, o'sha internetda iloji boricha filtrini qo'yasizmi, nima qilsangiz qilingki, shuni ko'rsatmaslik imkoniyati bor bugun hozir. Shunaqa dasturlar bor ekan, qo'yasiz, ko'rinmaydi. Shuni qilib olish kerak. Chunki hozir siz yaxshi narsani ko'rayotganingizda uni orasida reklama qilib ham beryapti. Shuni ko'rgan yoshlar kirib ketib qolyapti. Fahshga to'lib ketdi. Zinoga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo. Zino qilmang emas, zinoga yaqinlashmang. Albatta u fahsh va yomon yo'l. Mana shu zinoga yaqinlashtiradigan hamma narsadan qochish kerak. Zinoga eng yaqinlashtiradigan narsa mana shu ma'naviy buzuqlik, mana bu ko'rishlik o'zi orqali bo'ladi. Shuning uchun ertaga Allohning huzurida uyalib qolmasligimiz uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam zinokor mo'min holida zino qilmaydi degan hadislarni eshitib, qo'rqqan holatda bunga yetkazadigan hamma yo'lni to'sish kerak. Ko'zimizni olib qochishimiz kerak. Bu nafaqatgina internet, o'zi ko'cha, ko'y, hamma joyda yurishda inson o'zini ko'zini ehtiyotini qilish kerak. Yomon narsalardan, fahshlardan, gunohlardan, ma'siyatlardan ko'zni saqlashlikka o'rganishimiz kerak. Rasululloh Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar, ilmni ko'tarilishi, johillikni ko'payishi, zinoni ko'payishi, aroqxo'rlikni ko'payishi, erkaklar ozayib, 50 ayolga bir erkak qolishligi qiyomatning alomatlaridan. Qarab turinglar. Ilmja obod emas oramizda. Bu ilmsizlik kundan kunga kuchayib boryapti. Kundan kunga savodsizlashib boryapmiz. E'tibor beringlar. Johillik ko'payyapti. Zino ko'payyapti. Zinoni turi bilmadim men qanaqa turi bo'lishi mumkin. Televizorda ham bor, radioda ham bor, kiyimda ham bor, so'zimizda ham bor, kiyimimizda ham, hamma yo'g'imizda bor. Hattoki oshkora zinoga ana shu reklamalar turibdi. Tanishaman va hokazolar. Ko'ryapsizlar shu narsalarni. Aroqxo'rlikni ko'payishi, gapirishning hojati yo'q. Biz bilan tug'iliblar, magazinlar to'ldir xilma-xil aroqlarni ko'rganligimizdan buni qiyomatning alomati ekanligi ham esimizdan chiqib